Ot qo'yibdi, qorilarga ot qo'yibdi. Bola faloni qori 580, faloni qori 2000 o'tarladak, faloni qori ham sarochaday o'qiy olmaydi. Men siz qavmni mo'ysafiti, arbobi, vakili, guzari shular bois qilibdiki, qorilarni majbur qiladiki, valon yarim soatga hammasini o'qib bersin. Janobi mo'ysafit zoyi. Meni siz vijdon bilan, insof bilan aytgandek bo'lsak, to'li umrimizdan beri alam tara kayfadan pasti maydalikdan beri bilamiz. Sizni men ilgariga o'tkazaman shu mehrobni ichiga. Faqat shu alam tara kayfani takror qiling. Tez o'qing, qani shu qoriday qanday o'qiysiz. Vallohi o'qiy olmaydi. Chinon bir poshillab qoladiki, alam tara kayfasi ham yoddan chiqib ketadi. Qur'oni azimshan bir mo'jiza 30 porani o'zi ham munchagina laqtagina necha gram go'sht qorini qalbiga Alloh taolo joyga o'tgan. Ustiga ham pishor keltirasizki, boyat nima qilsa? Yarim soatgacha boyat Qur'onni xalos qilamiz. Darhol bir oqshom tarovih o'qilganday, ertasiga darhol valo qori so'yib falonilarni masjidi yarim soat ilgari bizdan ilgari xalos qiladi. Yana bir dadagasi aytadi, falonini ham bizda eshitdik, 10 daqiqa bizdan ilgari xatm qiladi. Faqat dinni ustiga chena urmoq. Bunisi ko'proq ilgari o'qisa bo'lar. Agar bedunazu ham siz beduni tarovih ham o'qisangiz, soat 11 dan ilgariga yotmaydi bittasi. Mardakina namoz o'qiydi kelib masjidga. Sarmoya doroisi yaxshiroq bo'lib ekan, yana bir kishi dega so'raydi. Aytadi, senga shu pulni qayerdan topasan? Bu mardakda ham joniga tegib to'xtab ekan, aytdiki, Allohga shukr qilaman, shu namozdan topaman. Bildim saydi. Yerta mana kelgida bo'lsa o'sha namoz o'qimayotgan, qani hammadan ilgari kelib to'xtab. Sapga qo'li bog'langan. Pul uchun dedi, u marda aytdi, pulni qayerdan olding? Aytdiki, namozdan topganman. Bir ro'za o'qidi, 2 ro'za o'qidi, qarong'ilarga vaqt keladi. Oxir uchun bir hadaf ana bir joyga kelsangiz, hadafda aytasiz. Ey Rob, faloniga pul beribsan, menga ham nasib qildiga. U ham ilgaroqdan kelib o'tdi ekan, aytdi, senga pul yo'q. Bu ham qalifasini shonasiga tayladi. Bunday namoz o'qiganim yo'qmanki, sen ham xayr ko'rsang, ey Xudo. Bexi beg'am bu. Menga pul bermasang, men ham bunday bir namoz o'qiganim yo'qmanki, sen xayr ko'rsang. Bu tarovihoyki zeri fishor bilan qori bechora xizlatadiki, choroy nambarak ustiga duazorini xizlatganday qilib, bunday bir narsa emaski, Alloh mutaol evaz bergidey bo'lsa. Hanuz ba guftaye donishmand misri tavhin ba Qur'on, tavhin ba namozdir. Tavhin ba tarovihoyki asli risolatga va sahoba-i kiromga o'qigan o'qiydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjidlarini girdiga muhojirin ash'ariyin kelib o'y qildilar.